ilk qaldirg'ochda kela boshladi. Mana bugun 31-dekabrda. Ya'ni nima? Qusish, ich ketishi, natijasida shu tomoqda og'riq, burun bitishi, ya'ni har xil narsani bugungi kunda aralash-qurlash yeyish natijasida ko'pchilikda o'sha qusish, ich ketish holatlari kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida qusgandan keyin tomoqda og'riq vujudga kelishi mumkin yoki quloqqa og'riq berishi mumkin. Bolalarimizga o'shaning uchun burnilariga e'tibor berib qo'yaylik. Burni bitayotgan bo'lsa, burni ochuvchi dorilarni olib kelib qo'yaylik mana kechqurunga. Chunki bu kunlarda 1 yanvarda ko'p joyda ishlamasligi mumkin. Azrosiliga shifokorlarni qidirib qolmasligi uchun va qulog'i og'rib qolishayotgan bolalarga o'sha quloq og'rishiga qarshi dorilar, og'riqni bosadigan dori, bo'lmasa navakayni olib tomizishimiz yoki flaksadex olib qo'yishimiz bu ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Shamollash ilk davrida levomiko'lmazda bor, ana shularni ishlatishimiz, keyin adsorbentlar, har xil laktofiltrmi, aktivirni uglmi yoki enteris gelmi, mana shularni ishlatishimiz, yeb o'tganimizdek har xil ovqatlarni, har xil yeyotgan ovqatlarimizning natijasida oshqozonda vujudga kelishi mumkin bo'lgan buzilishlarni oldini olgan bo'lamiz. Va undan tashqari ovqat hazm qiluvchi fermentlarni ham ishlatishimizda ko'p haddan tashqari yosh bolalar ko'p haddan tashqari ovqat yeb qo'yganda ham shu yarmini berishimiz ham ovqat hazm qilishiga ham sababchilardan bittasi bo'ladi. Demak, bu kunlarda sizlar e'tiborli bo'linglar. Allergiyaga qarshi dori vositalardan ham olib qo'yinglar, uyda tursin. Og'riq bosuvchi dori vositalari, adsorbentlarni qo'yib qo'yishimiz, ovqat hazm qiluvchi fermentlarni, har bir narsani aralash-qurash qilib yemaylik mana shu kunlarda. Salatlarni ham oldindan tayyorlab, kerakli kunda kerakli miqdorda tayyorlashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalarda kuzatilishi mumkin bo'lgan qusishlarni, otravleniyalarni, ich ketishlarni oldini olgan bo'lamiz, bartaraf qilgan bo'lamiz va bu bilan biz bolaning immunitetini saqlab qolgan bo'lamiz va natijada mana shu kunlarni biz yengil, xayrli qilib o'tkazamiz. Birdaniga doktorga yugurmaslik uchun. Chunki mana bugungi kunda pediatrimizga ilk qaldirg'ochda o'sha har xil ovqatlar yeyish natijasida, yo'tal natijasida, bo'g'ilish natijasida bo'layotgan murojaatlarning biroz ko'tarilishi kuzatilmoqda. Mana shu narsadan xulosa qilgan holda kerakli kundalik, qanday kutayotgan bo'lsangiz o'shandan sal mayli ortiqcharoq xarajat qiling, har xil ovqatlarni haddan tashqari aralashtirib yeyishimiz bizani mana shu kundagi holatimizni shifokor bilan boshlanishiga sababchilardan bittasi bo'lib qolishimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi o'tkazib olinglar.